Bugun o'sha mashhur ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan Xitoy bizni bosib olyapti degan fikrlarga fikrimizni bildirib o'tamiz. Xitoy hech qanaqasiga bizni bosib olmayapti, bizni yerimizni olmayapti, yo o'zini armiyasini bizga kiritmayapti. U prosta bizga rivojlanish olib kiryapti. Bu Xitoyni yomonlab chiqayotgan blogerlarni hammasini propaganda bular. Katta biznesmenlarga, misol Murod Building ham chiqib gapirdi, Xitoyga imkon bermaymiz, o'zimiz hammasini olib keta olamiz deb gapirdi. Nimaga gapiradi? Chunki ularga biznesini yeydi Xitoy. Kecha chiqqan xabar, Chirchiqdagi bir texnikumni buzuq holga kelgan, ishlamaydigan holga kelgan, o'sha yerni Xitoy olib, o'zining qaysidir nomdagi universitetini quryapti. Ilm ta'limga foyda olib kelyapti. Mana ta'limga foyda olyapti. Bizni oliy ta'limimizga kirsagina O'zbekistonning ichidagi odamlarni, yoshlarni O'zbekistonni o'ziga dushman qiladi. U oliy ta'limga kirmayapti. Ya'ni 1-sinfdan 11-sinfgacha maktabga o'tiladigan darslarga kirmayapti, faqat o'zining universitetini quryapti. Yoki bundoq kiyimni orqasiga qarasa Made in China deb yozib qo'ygan bo'ladi yoki Made in Turkiya deb yozib qo'ygan bo'ladi. Hammaniki Made in China. Bu ijtimoiy tarmoqlarda katta blogerlarga, katta biznesmenlar pul taklif qiladi va xalqni qo'zg'atishga harakat qiladi. Xalq qo'zg'alsa balkim davlat chiqaradi deb, yo xalq qo'zg'alsa Xitoyni yomon ko'radi, Xitoyning mahsulotlarini olmaydi deb xalqni ichiga olov sachlashadi. Olovga benzin sachlashadi. Ularning ishi shu. Ular pulini oladi, olovni purkashsa bo'ldi. U arzon, juda arzon narsalar, sifatli narsani arzon tarzda olib keladi. Nega odamlar Temodan zakaz qilishadi? O'zimizda uzun market bor-ku. Bularning hammasi sifatli va arzon bo'lganligi uchun. Kiyimlarning narxi tushadi, avtomobil narxi tushadi. Ular agar kvartira qurishga kiradi, bu aniq kiradi. Qancha tez kirsa, kvartiralar narxi shuncha tez tushadi va ular sifatli quradi. Va boshqa Murod Building va boshqa shunga o'xshash biznesmenlarni ortda qoldirishadi. Va bu katta biznesmenlarga yoqmayapti. Misol, avtomobil bilan savdo qiladigan biznesmenlarga ham bu juda katta minus olib keladi. Chunki ular o'zini Xitoy avtomobilini kiritadi. Hammamiz bilamiz, ekonom, ham arzon, hattoki Amerikada ham Xitoyni, Koreyaning mashinalarini chiqarishga harakat qilishadi yoki katta soliq qo'yishadi. Nega? O'zlariniki sotilmaydi. Ularniki qimmat. Lekin undan 2 barobar arzon pulga Xitoyniki yo Koreyaning mashinalari undan 2-3 barobar ko'proq javob bera oladi. Va shu jihatdan bu biznesmenlarga yoqmayapti. Va yoqmasligi bu tabiiy holat. Chunki ularning biznesi o'ladi va Xitoyning biznesi rivojlanadi. Xitoy hech qanaqasiga bizni bosib olmayapti. Bu har xil propaganda, har xil so'zlarga hech qanaqasiga ishonmaslik kerak. Ular o'zining mahsulotini kirityapti va sotyapti. Eng muhimi, oddiy xalq maza qiladi, arzon pulga sotadi. Misol, Gentra'ni qancha o'zi 13 mingmi, 14 mingmi, 10 mingmi, 9 mingmi, u pulga yangi chotki mashinchalar, avtomobillar chiqaradi Xitoy va bizga sotadi buni. Oddiy kiyimni odamlarning hammasini kiyimning orqasida Made in China deb yozib qo'ygan. Lekin Chinani yomonlashadi. Ko'pida 6 oydan keyin xalq tushunadi. Nega Xitoy kiradi? O'zining mahsulotini kiritadi va arzon. Xalqqa nima kerak? O'zbekka nima kerak? Arzon narsa kerak. Arzon va sifatli. Arzon bo'lsa yaxshi, arzon va sifatli bo'lsa undan ham yaxshi. Va Xitoy shunaqa narsani bizga kiritadi. Va bu katta biznesmenlarga yoqmayapti. Xitoy hech qanaqasiga bizni bosib olmayapti. Faqat bizga o'zining mahsulotini kirityapti.